Hey, assalomu alaykum hammaga. Siz Baxtiyo'z kanalini kuzatib boryapsiz. Hozir men sizlarga elektrika haqida ozgincha ma'lumot berib o'taman. Bizga xulosani bitta lampochka, bu lampochkani ikkita kurchak bilan bitta lampochkani ikkalasidan yoqib o'chirishni o'rgataman. Proxodnoy deyiladi bu. Proxodnoy kurchagi. Bular mana hozir qanday ulanadi, qanday yonib o'chadi, sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Buni proxodnoyi oddiy anosidan farq qiladigani 3 ta kabel kerak bo'ladi bunga. Oddiylarga bittalik, ikkitalik yonib, bitta joydan yonib o'chadiganlarga faqatgina ikkita kabel kerak bo'ladi xolos. Bu proxodnoylarga 3 ta kabel kerak bo'ladi, 3 ta joydan chiqilish kerak bo'ladi. Bunaqa kabel kerak bo'ladi. 3 talik. Xullas hozir men sizlarga qanday ulanishini ko'rsataman. Ko'rib, yaxshilab qarab tursalaring, o'rganib olasizlar, kerak bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Bu prostovoy, endi originallari bor, ko'rinishicha boshqacharoq bo'ladi. Prosta bu yerda sxemalarini ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Bu prostovoylik uchun buni ko'rsatmaganda prosta nomerlab qo'ygan, mana L1, L2 qilib har xil nomerlab qo'ygan, xullas 1, 2, 3 qilib ulanadi. Hozir men sizlarga qanday prostovoyda qanday ulanishni ko'rsataman. Originalida bemalol ulasalaring bo'laveradi. Bunda boshladik. Mana bizga korishniy bu faza bo'ladi, korishniy. Bu ko'k esa bu 0 vazifasini bajaradi. Bu endi tokni bir-biriga yetkazib berib turgani, bunisi ham kerak bo'ladi. Xullas unda boshladik. Mana bu yerdan o'tkazib olamiz, чтобы tushunarli bo'lishi uchun. Bundan o'tkazamiz. Mana korishniyda L nomer 2, L2 deb yozib qo'ygani bor. Mana bu yerda prosta yaxshi ko'rinmagan ekan, shuning uchun o'zim zo'rg'a ko'ryapman buni. Xullas L2 deganiga bu korishniyni suqamiz. Yerga qadiramiz buni. Qadirdik. Endi buni mana 0 ni ko'kini, endi 0 ni yonidagiga suqamiz. L1 ga suqamiz. L1 qilib nomerlab qo'ygan bunisini. Shu L1 deb qo'ygan, deb raqamlab qo'yganiga suqamiz. Xo'p, endi sariqni mana prosta L qo'ygan L. Buni bu tomonga suqamiz. Qatiramiz. Xullas bu mana tayyor. Buni joylab qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Endi keyingisi mana bunisi ikkalasi lampochkada sariq yo'q bo'ladi, faqatgina ikkita 0 bilan faqat bu korishniy bo'ladi. Buni o'rnida oq bo'lishi ham mumkin. Biralik kabellarda oq bo'ladi, biraliklarda bunaqa korishniy bo'ladi. Oq bo'lsa oq faza bo'ladi hamma joyda. Ko'ki 0 bo'ladi, sarig'i zazimnoy deyiladi. Endi bu asosiy rozetkalarga ishlatiladi. Xo'sh, endi buni ham qilib olamiz bu yerga. Bu yoqda mana bu tokimiz, gilamli tok. Bunda tok bor. Bunisi faza, bunisi 0. Buni ham bu yoqqa suqib olamiz. Xo'sh, buni ham bu yoqqa suqamiz. E'tibor beringlar, bularda faqat ikkitadan, lampochkada ham, gilamli tok ham, bular kurchatillar 3 tadan bo'ladi. Endi bu yerda biz ulagani mana bunaqa narsa bor. Buni nomi vaga deyiladi. Vagada bir-biriga ulashga qulay. Bu yo'q bo'lsa, izolenta orqali ulab qo'ysak bo'ladi. Endi bunaqa narsa bo'lsa oson bo'ladi. Bu har xillari bor. 2 taligi, 3 taligi, 4 taligi, 5 taligi, 5 taligigacha bor. Bu lekin ko'pchilik olib kelmaydi, bunaqa qimmat turadi, shuning uchun yaxshi narsa. Bu mana eng qimmati bunaqa narsa bo'ladi. Nomi vaga deyiladi. Bular sal prostovoyrog'i. Bular hozir mana buni ulashimiz. Gilamli tokimiz mana bu ikkita kelgan. Bunisi adden bu yoqda turadi. Bu kurchatilimizga. Buni 0 ni lampochkaniki bilan gilamli tokni 0 ni bir-biriga ulab qo'yamiz bu vaga orqali. Mana agar bu yo'q bo'lsa, zarentada ulab qo'ysalaring bo'ladi. Buni suqamiz mana. Faqat bir-biriga ulashga ishlatiladi bular.
buni ulab qo'ydik mana lampochka bilan. Buniki mana ikkalasi ulandi. Endi ulaymiz. Bu tomondan kelgan bitkuli chatildi mana karishnivisini faza deyiladi. Endi fazasini bu lampochkani fazasiga ulab qo'yamiz buni. Buni ham bir-biriga ulab qo'yamiz. Bu mana endi hozir chalkashib ketyapti. Xullas mana sarig'i bilan ko'k hali ulangani yo'q buni. Bu yerda turibdi. Faqat hozir mana karishnivi bilan svet lampochkani karishnivisini ham bitta qilib ulab qo'yamiz. Yana vayga qo'yamiz. Xo'sh, mana endi uladik buni. Endi mana bu yoqda faza gilamni to'kimiz bilan bitkuli chatildan kelgan mana nol bilan ko'k bilan sariq xullas hali ulangani yo'q. Mana bu turibdi. Faqat buni karishnivisi ulandi lampochkanikiga, fazasiga noli gilamni to'kitga bunga ulandi mana. Endi buni ikkinchi chatilga ulaymiz. Gilamni xuddi naryoqda ulaganimizdek L2 ga ulaymiz gilamnisini. Gilamnisini L2 nomer ulangan anasiga ulaymiz. Keyingisini mana narigi bitkuli chatilni ko'kini buni yonidagiga ulab qo'yamiz. Yonidagiga ulaymiz. Qatiramiz buni. Endi buni sarig'ini mana sarig'ini bu tomondagi mana bitta turganiga ulab qo'yamiz. Ulaymiz. Xo'sh, mana tayyor. Mana bu gilamli to'kimiz bunga kirdi. Bunimiz mana ko'kimiz yonidagiga kirdi. Sarig'imiz отдельный. Xuddi bunda ham mana xuddi shunday ulangan. Shu holatda karishnivi ko'k ikkalasi yonma-yon, sarig'i отдельный bu tarafda turibdi. Endi bunimiz mana tayyor, ulanib bo'ldi. Endi hozir yoqib ko'ramiz. Bu endi hammasi shunday ichkariga chiqadi. Agar devorda bo'lsa, tushunarli bo'lsin deb ham qo'yapman. Shu anaqada ulashga qulay bo'ladi. Shunday bo'ladi mana. Xo'sh, endi mana bu gilam to'kimizni olamiz. Shunday hozir bu kabelimiz mana to'kdek bo'lagan kabelimiz. Endi buni prямо suqamiz. Xo'sh, endi mana bundan yoqib, bundan o'chirib, bundan yoqib, bundan o'chirishingiz mumkin. Bundan yoqib, bundan o'chirib, ular ikkalasida ishlaveradi. Xullas bitta xonani narigi tomonida bo'lsa, bittasi nabarot tomonida bo'ladi. Xullas bitta xonada bitta rafga qo'yib olib, bitta lampochkani hozir kvartiralarda buni shunaqa bo'lyapti. Faqatmi xullas shu tarzda yoqib o'chirsa bo'laveradi. Bemalol. Endi keyin yana bitta usuli bor. Yana agar bunday qilinmasa, отдельный korobka bo'ladi. Korobka orqali ulasa ham bo'ladi. Hozir unisini ham ko'rsataman. Xullas ularni uzib chiqarib olamiz. Ularni chiqarsak, bunday ko'tarilsa chiqadi bu. Mana tepaga ko'tarilib qo'yadi, turaveradi. Kabel sug'urib olaverasiz. Kabel suqqandan keyin bunisini ezib qo'ysangiz, o'zi kabelni qisib qoladi avtomatik. Xo'p, keyingisi mana tarzda ulaymiz. Bizga yana bitta bunaqa kabel kerak bo'ladi. Buni ham bu yoqqa отдельный qo'yamiz-da. Endi ko'pincha panolar qilishadi, katalogda ulashadi-da. Bu yoqda shunday tayyor bo'lingan katalog ichida qolib ketadi. Endi bu variantni prosta kelgan yonmay qolib bir bola bo'lsa, katalogni buzishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bu birinchi qilgan variantim удобный har tomonlama. Xo'sh, bunga xuddi oldin qanday suqqan bo'lsak, xuddi shunday suqamiz. Mana bunisini karishmaydi, ikkiga suqamiz. Xo'sh, bunisini oldiga suqamiz. Sariqni bu tomonga suqamiz. Tayyor bo'ldi. Bu yoqda ham tayyor mana. Endi bu yoqdan kelib, bu tomonga keladi. Bu katalogga chiqib ketadi. Endi katalogga ulanadi, aslida korobka bo'lgandan keyin katalogga chiqib ketadi.
ikkalasi ham chiqadi. Bitta to'rtburchagini bir kalıpga bo'ladi, shunga ulanadi hammasi. Buniki lampochka yo'qda, shu tok bir xil keladi qanaqada. Buni ham xuddi shunday ulanadi. Bu yerda mana nollar bir-biriga ulanadi. Lampochkaning noli bilan gilamli tokda noli bir-biriga ulanadi. Bularga paket tekkanimiz yo'q mana. Bular ulandi. Endi mana yana bittasini ulaymiz. Mana lampochkanikini karishnigisini buni karishnigisiga ulab qo'yamiz. Bu birinchi hujjatimizda karishnigisiga ulaymiz. Hop, uladik. Keyingisi bo'ladi. Buni ikkinchi hujjatimizniki. Bunda bo'ladi. Bu mana ikkalasi bu yoqqa ulanadi. Mana karishnigi gilamli to'ki bilan bittasiniki, bunisini ulashidan bo'ladi, bunisini ham ikkalasi farqi yo'q. Ular bittasi mana bunga ulanadi. Gilamli to'kimizga ulanadi. Buni ulaymiz. Xo'p, endi qolyapti mana bu hujjatimizniki ko'ki bilan sariq qolyapti, buniki ham ko'ki bilan sariq qolyapti. Endi ularni ulaymiz, bir-biriga ulab qo'yamiz mana. Sariq bilan sariqni bir-biriga ulaymiz. Bir-biriga ulab qo'yamiz mana. Endi bu ko'klarni ham bir-biriga ulab qo'yamiz bu yerda mana. Xo'p, buni ham uladik mana. Bu hammasi bo'ldi mana. Endi bu to'kimizni suqamiz. To'kni suqib qo'yamiz mana. Hozir ko'ramiz nima bo'lishini. Buni suqdik mana. Lampochkamiz yondi o'sha. Endi mana xuddi shu prosta bu patologda bo'ladi. Bu yoq ikkalasi shunday bo'lanadi. Bittaga yoqib, o'chirib, yoqib, o'chirib, ular xuddi shu anaqada yoqib, o'chirib, mana shu bo'laveradi. Farqi. Xullas shu holatida yoqib o'chiriladi. Xullas e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizda qo'llab-quvvatlash degan umidamiz. Xudo xolasa keyingi videomizda xuddi shuni 3 ta hujjatdan bitta lampochkani yoqib o'chirishni o'rgataman. Xudo xolasa like ko'proq bossalaring. Keyingi video xudo xolasa 3 ta lampochkani, 3 ta hujjatdan bitta lampochkani, 3 ta joydan bitta lampochkani yoqib o'chirishni o'rgataman. Videomiz yoqqan bo'lsa o'sha like bosib qo'yasiz. Kanalimizda yangilar podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.